Safarda bexatarliklari uchun bir necha muhofizachi qo'shib qo'ymsam bo'lmaydi, qozi kalan hazrati. Allah o'z muhofizat qiladi ya savol begi. Bek, ya savol. Ammo Alloh taolo o'zinglarni halokat kittirmanglar degan. Halokat. O'tinay birdam jim to'g'im. O'tinay, bek. Bizning vazifamiz adolatni barpo qilish, avomning manfaati uchun kurash qilish, qaroqchilardek qichib yurish emas. Qaroqchi. Sana birdam jim tur dedim. İşimizga faqat Alloh putayotgan ishlar yetib keladi. Alloh bizning egimiz, mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Alloh to'g'ri aytdi. Sizlar bundaq degan yerda men yana nima deyalayman nasirdim? Bek, men. Tezroq hozirlansizlar. Xalif oliylari bilan ko'rishadigan vaqtimiz bo'lib qoldi. Maşallah, bu yıl hayırlı işler to'lg'an bir yıl bo'ldi. Shundaq ata, bag'diki mevalar burunqidan ko'p hosil berdi. Bu xalifamizning duosidan bo'lgan. Alloh umrlarini uzun qilsin xalifa. Sizlar nima deylar qazigalan? Bir qissa yodimga kelyotidi. Bir hadisda o'qiganim esimda xalifa. Undaqda bizga aytib bersizlar qani. Bir kishi cho'lda ketayotganda bir bulutdan ovoz anglanibdi. Bulut gap qiptimi? Yo'q, ya savol begi. Farishtaning bulutga palonining begini sug'urib qo'ygan degan ovoz ekan. Anladingmi? Undaqda undan keyinchi. Uningdan keyin cho'lda ketayotgan kishi bulut ismini atagan bog' egasining yeniga beribdi. U kishi bilan ko'rishibdimi? Shundaq, bog' egasidan sen beg'ingni qanday tasavvur qilading deb so'rabdi. Bag'igis qanday javob beribdi qazigalan ata? Bog'dan chiqqan mevalarning 3dan birini sadaqa qilib etaman. 3dan birini bolalarim bilan yeyman debdi. Qolgan 3dan birini-chi? Qolgan 3dan birini texmo yaxshi hosil elish uchun beg'iga ishiltidi ekan. Iqtisodchilik bilan yaxshi boshqaradi ekan. Oilasiga ep qilib, qolganni faqir miskinlarga sadaqa qilib etganiga qaraganda, u naiti sehiy odam ekan. Nima demoqchi bo'lganliklarini tushundim qazigalan. Alloh barakat ato qilsin. Ilmlardan foydalanganlar nasib qilsin. Rostun seperi chiqamdilar buva? Shunda qo'zam, zo'rroq qoldi. Bizni mi basla? Men da'vo ishlari bilan boraman. Siz o'rganishingizni qilib, yangi bilimlarni elishni davomlashtiring. Sizni sevg'inimiz ata. Meni ko'rganlar kelganda sizlarga aytib bergan qissani o'ylanglar. Meni yeninglardagidek his qilinglar. Qachon yo'lga chiqdilar buva? Xudoyim buyursa, at deganda. Emsa hozir qiz so'zlab berdiganga vaqtlar bor ekan. Qisqaroq so'zlab bu kuch tugitmaslar. Bo'ladi, sizlarga men intayin omroq bir qissani so'zlab beray. Bu qissaning tarix kitoblarida bir ko'zi oltin deb nomi bor. Qani marhamat ata, qulqimiz sizda. Abu Hurayradan rivoyat qilingan bir hadisda u payg'ambar alayhissalomdan mundaq bir qissani anglagan. Bir kishi bog' o'ralliq bir uyda qizi bilan birga turmush kechirdi ekan. Qani asla Seyitacım. Boş qizlardek canata dememsiz qizim. Birinciden sizlar Allah'ның uyini ziyorat qilib, haj qilish sharafiga erishdilar. Shunga bundaq chaqirishdan faxrlandim. Ikkinchidan-chi o. Sizlarni o'z ismlari bilan chaqirsam, ko'nglim intayin ozodlashib qoldi ekan ata. Allah berkat bersin Necla. O'zingizga yarashadigan solih hamroh ato qilsin. Allah qandaq o'rlashtirsa shundaq bo'ldi ata. Qani, asla. Sinishlik bo'lsin. Sizga bir ishni maslahat solmoqchi edim. Tijorat uchun ko'proq mablag' lozim bo'layotdi. Yana vaqtida qaytarmasam bo'lmaydigan bir munch qarzlarim bor. Qanday qilaman? Undaqda bu o'yin setib kichikroq uyda o'tiraylik. Oshqinni sodlar ishlasli bo'ldi-ku. Voy xudoyim, maslahat solmoqchi bo'lganim-mo dal mush ish edi. Bilmadim o'g'lim, bu yaning nemisini deydigansan? Qarab to'slar ata, sal turib eng yaxshi o'shik ustini ichila. Tamkinligingga hayronman o'g'lim. Unutib qolmagan. Xili bo'ldi muvofiq uy topolmayapmiz. Endi qanday qilsak bo'lar ekan? Xaloyiq, anglamadim demanglar. Savdogar,
Hacı Seyit, özünün beği var öyünü satmakçı. Anlamadım demenla. Ova, mundaq mudul kelgan barmı? To'xtislar jakachi. Biz yaq yurtdan kelgan. Chetilmoqchi bo'lgan uyning o'rni nadir ekan? Mushu yo'lning oxirida. Daryo bo'yidila. Anladingmi ota? Uy daryo bo'yida ekan. Cho'ng beg'um bormish. Belli. Dal biz izlayotgan uy ekan. Uygu azad ekan, ammo baq tashlanib qopti. Shundoq. Men savdogar bo'lg'achqa to'la sirtlarda yurib, baqqa qarab bo'lamadimi emasmi? Nemishqa bu uyni sotmoqchi bo'lib qoldilar. Sizlarga yoqmagan biror yer bormi? O'zlarim ko'rdilar. Uyda hech qanday masala yo'q. Aha, hujurni ko'rib baqaylimikin? Kechirsizlar, bu qizimning hujrasi. U ichi dedi. Mehmonlarga isla, endi ko'rsin. Bo'ldi. Hech qisi yo'q. Sizni avar qilmayli. Qizim, siz mehmonlarga dasturxon tayyorlang. Avar bo'lmasizlar. Bizning yana boshqa ishimiz bor edi. Unda qisıl bo'lmaydi o taqsir. Avval dasturxon kaslar. Uyning ishini keyin deyishimiz. Tomoq bek o'xshabdi. Rahmat sizga Said. Sinishlik bo'lsin. Yana boshqa xizmat bormi ota? Bo'ldi, rahmat. Qizim, kirib keting. Endi o'z gapimizga kelayli. Uyni qanchaga sotadilar? 1000 tilla bo'lsqandoq. Senchi qandoq o'g'lim? Meningcha bek muvofiq bo'pti. Shundoq bo'lsin amsa. Boqqa o'zimiz ishlab olamiz damdi. Allah shukri. Bu uyni 500 tillar ilib oldik. Bir bo'lmasimi bizga yetib oshidi. Shundaqmi qizim? Shundaq ota, baqiya qarayamaydi ekanmiz. Qarzlarimni qaytarib oldim, alhamdulillah. Xudoga shukri, muhim shu edi. Lekin yinimda ko'p qolmadi. Ularni saqlab qo'yaymikin deyman. Undaq qilmay, az bo'lsinmi shuni aylantirib savdo qilslar ota. Xudoyim bizga eng yaxshisini berdi, inshaalloh. Agar ziyon tortib tugab ketsa-chi, qanday qilamiz? Sizlar doim rizq izlamagan yo'q deytilgu ota. Bu ishni men qo'yislar ota. Ma'qul. Bek oldirab ketma o'g'lim. Bu yerlarni o'ngshig'ili uzun vaqt ketgudak. Nima bu? To'xtab qoldingmi? Ketmenga qattiq bir narsa urilyotdi. Tash o'xshamamdi. Tash emas. Qaraslar, sapol ko'z ekan. Ha, bek cho'ng ko'z ekan. Men yordamlasizlar ota. Chiqarib olayli. Ha? Qarag'ina imjod. Ichida liqqida oltin bor ekan. Ah. Ya Allah. Uy setib, qo'limiz qisqa bo'lib qolgan. Ajab yaxshi vaqt kechirdi. To'limi yaxshi bo'ldi. Bu bizning bo'lmasa, qandaqsiga bu degan bizning yerimiz. Bu asli Seyit hojimning yeri. Oti bo'lsin qolgan bo'lishi mumkin. To'g'ri aytding bolam. Uni egisiga qaytarib beraylik. Endi qanday qilamiz? Savdo ziyon tortdi. Shukr qilslar ota. Kim o? Chiqmaslar. Biz sizning bog'liq o'yinlarni setib olganlar. Men hujram kirib ketay ota. Qani kaslar. Yuqorisizlar. Kechirsizlar. Tuyuqsizlik kelib qoldik. Hech qisi yo'q. Bu bir ko'z oltinni bog'dan tepib oldik. U cho'qim sizlik qolgan miros. Bu mening emas. Balki ajdodlar ko'rimsilik qoldirgan bo'lishi mumkin. Ammo bog' hozir mening emas. Uni sizlik sotgan tursam, qandaqsiga mening oldi? Bog'ni 1000 tillar sotdilar. Ammo mav ko'zning ichida 100 ming tillar bor. Buni qanday qilsak bo'la deb baqsizlar? Mening haqqim emas. Mening bo'lgan bo'lsa, bog' qo'limdagi vaqtda uchirgan bo'ladi. Shundaq emasmi? Anlab tursizlar Said. Bu bizga halol bo'lmaydi. Ololmaymiz. Menga halol emas. Men setib bo'lgan narsani qaytarib olmayman. Gapimizni anglab, epqaslar. Rostini ololmayman. Dadingiz gap qiling, amjad. Nima desizlar bekor tag'a? Asla. Eng yaxshisi qoziga boraylik. Shunda qilaylik. Bo'ladi. Qoziga boraylik.
Qazi mahkamasi kelmay yalqısak bo'lmamti ata? Ammayman deb chaqirib olsa, biz olsak, texi durust bo'lmasa. O'g'li shu. Ularni ma'qul keltiraylikmi? Shuncha qilsam foydasi bo'lmadi. Amir bek bilan Said hoji kirsin. Qani kiranglar. Qani siz avval mansizlar. Bo'lmaydi. Qani sizlar avval kirsizlar. Sizlar mendan cho'ng, ham bizga mehmon. Mansizlar. Yo'q, sizlar mansizlar. Tez bo'linglar. Qaz saqlayotdi. Qozilik hayotimdagi eng g'alati da'vo bo'ldi bu. Bu oltinlar mening emas. Mening emas. Said hoji, sizlarning bolalari bormi? Bir qizim bor. O'ltirgan shu. Ko'rdim. Sizlarning-chi, Amir bek? Mening bir o'g'lim bor, Amjad. Siz to'y qilganmi, Amjad? Yo'q, to'y qilmagan. O qizni nikohlarga elishni xohlamdilar. Bu men uchun katta sharaf. Xohlayman. Siz qabul qilamsiz, qizim? Dadam, endi shu. Xo'sh. Masala hal bo'ldi. Yigit bilan bu qizni o'ylab qo'yinglar. To'yga ko'zidagi oltinlardan chiqim qilinglar. Qog'inini sadiq qilayotinglar. Mushunda qilsak, ish tamom. Duoyim ijobat bo'ldi, qizim. Alloh baxtli qilsin, barakat bersin. Mushunda oxirlashsa bek yaxshi. Ko'ks qarni to'q odamlar ekan. 2 oylik uchun yaxshi bo'ldi-da. Bizning bog'dan ko'p qo'ygan boylik bormi-du? Boylik oldimizda o'g'lim. Har qaytim qo'lingizga og'iningizda nurg'un nafga erishsiz. Qaysi boyliqni deydilar buva? Oldinglar turgan Qur'on Karimni da'vatiman. Qur'on mu'minlarning boyligi. Qiyomatgacha yo'lboshchi. Bu kesh o'g'anda kelgan kimdi? Asla qazqalat. Men Miftah. Silni Piristonga aparish uchun 6 soat burun keldim. Bizga buni bo'ysunib bergan zot paktur. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Ey Alloh, bu safarimizning egisi va ahlimizning yo'lanchiga sendursan. Sana topshirdik. Sizni sog'inib ketadigan bo'ldik buva. Deganlarimni quloqda ching tutgan sayfida. O'zlarini asırsızlar ata. Salomatliklarga diqqat qilsizlar. Xotirjam bo'ling qizim. Inshaalloh salomat qaytishga nasib qilsin. Sizni suyman buva. Men sizni so'yman qizim. Qaytishlarda Dimashqning tatlı üzümleridan, üzüm badamlardan alğaş kelishni unutmagaylar hazratim. Unutmayman. Üzüm, badam. Meni tunji ketim dengiz safar qilishim. Sizlar dengiz safar qilishga ko'nib ketgan-ku deyman. Dunyo bir safar zarzor. Yuki oz bo'lib, yaxshi ishlar ko'p bo'lgan kishilar foydali olaydi. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ah köngüllen kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı aşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni
acayip Kur'an'da Bar haqiqiy hisler Dağlar yer başını Zilin tüker yaşını Kubul eylem Allah'ım tövbimizni Rahim eylem bendiniz bir Zayıflar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz qilib büyük uçar Dağlar yer başını Sümük tüker yaşını Kubul eylem Allah'ım